Qadrli farhangsevar, madaniyatparvar va tarixga ahamiyat beradigan insonlar, tashkilotlar, madaniy nihodlar va hatto mamlakatlar sizlarga ses chiqarmoqchimiz. Bugun biz Temuriylarning oltin davrida qurilgan tarixiy obidalar, ya'ni musallo minorlari orasida turganmiz. Bilasizlarki, ancha payt oldin, ya'ni jamhuriyat davrida ham shuning arosidan noqonuniy shaklda yo'l chiqarish rejasi amalga oshirishga ulgurilgan edi. Vaqtga muvofiq o'sha paytda bir qator madaniyatparvar, farhangiy shaxsiyatlar va nihodlar va hatto UNESCOning aralashishi bilan buning bo'yni olinib va atrofi devor bo'lib asralib qolgan edi. Bu hukumat yuzaga kelgandan beri Afg'oniston shimolida o'zbek tilini o'rtadan eltish, jumladan bilim yurtlarini lavhalaridan o'zbek tilini ko'tarish va Mazor-i Sharifda Alisher Navoiy haykalini buzish va bugun bu yerda bizning hujjatlarimiz, bizning tariximiz, bizning kimligimiz, bizning asliyatimizni o'rtadan etish uchun yana bir bor Temuriylarning davridagi tarixiy obidalarni, tarixiy hujjatlarni o'rtadan etishga harakat qilganlar. Bizning istagimiz butun dunyo turklari, ayniqsa Turkiya, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ozarbayjon, Turkmaniston shu kabi mamlakatlarki dunyo turklarini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish uchun tashkil etilgan, shuki ular mana shu amalga oshirilgan noqonuniy harakatni oldini olish uchun rasmiy xat yozib, mana shu hukumatga yana bir bor tanqidiy shaklga bu qilgan noqonuniy ishini o'ngini olish uchun tanqid qilib, rasmiy xat yozib va hatto bularni ma'zurat tilashga majbur qilmasa, juda yaqin paytda Afg'onistonda turklarning butun kimligi, borligi, tarixiy madaniyatlari o'rtadan eltirib, hatto Janubiy Turkistondagi turklar nobud bo'lishiga ham shohid bo'lishimiz kerak mumkin.